Assalomu alaykum, yana bir bor akalar. Mana 8-yanvar holatiga Aziz Sibirdagi skilotning pomeshinalardamiz. Narx-navolardan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, akam, mana bu xurmo O'zbekistonniki. Bu Qirg'iziston. O'zbekistonniki. Ha, mana bu. Bir qatori. Nech pul sotyapsiz hozir? 160. Sifati yaxshi, bu bir qatorlilar. Bir qatorli bilan ikki qatorli kelayotgani farqi bormi? Ancha farqi bor. Ancha bor. Ular yaxshi, o'shaning uchun narxi ham qimmat sotyapsizlar ekan. Ha, faqat hozir bir qatorlikda qoldi. Biz ikki qatorlikni sotmay qo'ydik. Sotmay qo'ydilaring, ha. Ana shuni u yoqdagi savdogarlarimiz, dehqonlarimiz nimaga olsin deyapsiz-da, nazarga sezondan keyingi yildan bir qatorlikda jo'natsin deyapsiz. Mana Qirg'izistondiki. Buni qancha beryapsizlar? Ular arzonroq kelyapti уже. 110 dan. Qandaydir O'zbekistonnikidan yengilroq kelyapti. 110 rubldan sotyapsizlar. Semerenkalar qayerdiki? Qirg'izistonniki. Ular ham bir qatorda chiroyli, ikki qator ekan, lekin sifat qalay taglari? Sifati bu ham bir xilda chiqyapti, lekin ko'pincha bir xil. Bir xilda. Mana bu chidasa bo'ladi. Salomat bo'linglar. Buni 110 dan beryapsizlar, ha? Uzumlar, shu uzumlar, mana uzumlarimizda. Bu Husayn, ha? Yo, nimami, ketmon sopimi? Yo'q, u Husayn. Holat qalay kelyapti ular? Holati Sredniy, ha? Ancha-muncha уже qorayib qolganlari ham bor, ha? Hali polkaga chiqqanda umuman kerak. Ular qancha beryapsizlar? 160 berilyapti. 160 dan beryapsizlar buni. Ketish qalay ekan, ketishi? Ular ham уже Slabilashib ketyapti. Hozir import sezoni. Import sezoni. Mana bu Mustanglar qancha beryapsizlar Xitoyda ekan? 400 dan. 400 rubl. Farqimiz ancha, shuncha. Chaqadoqda mazzasi lekin biznikichalik bo'lmasa ham lekin ketyapti, to'g'rimi? O'zbekistonda Turkiyada Red Globe tuzatib yuboring-da bitta. Uzunmi? Mana olmalar qayerdaki ekan? Bu Ozarbayjon emas, bu Gruziya. Gruzinskiya mana bir yaxshi normalni oxirigacha. Mana kачество bo'lgan sari ketaveradi. Buni qancha beryapsizlar? Olmani. 170. 170. Mana Red Globe Turetskiya. Qani? Qadoviga e'tibor berib qo'yishsa. Ha, qarang. Yana chiroyli qilib ular yildan yilga o'tgan yili bular ham navalkilarda ozmanday qilib o'zi sifati yaxshi bo'lsa ham, lekin mana shunday qilib kelyaptiki, bir misqol ham hali qolib ketmasin polkalar deyapti. Hali setlarga chiqqandan keyin, polka turgandan keyin rozinsada oson bo'lsin. o'zi mana shularda uzumi, mana bandi ham yaxshi, shunday keladi, yaxshi. Lekin biznikilar o'zi salga mana ayniqsa toifalar chochilib ketyapti. Shularni mana shu darajada qilib olib kelsa bo'ladimi? Aka, mana shunday qilib olib kelsa, o'shani hech bo'lmasa chachilmaydi, to'g'rimi? Hali aytmoqchimizki, qo'limizda bor qilsa bo'ladigan ish demoqchiman-da mashina. Mashinga ketsa 5 rubl ham ketmaydi-da bundacha. Lekin narxda kamida 40 rubl, 50 rubl tepaga beradi balans. Hozir biz buni 340 sotyapmiz buni. Mana uni 340 rubl sotyapsizlar. O'zi mana 180 dan, 160, 180 dan silab olyapti. 340 dan mana shunday olib ketyapti. Demak, bunda nima kelib chiqyapti? Bu yerda odamlar, mesnik xalq u narxga qaramayapti, bular sifatga qarayapti. Mazzasi o'zi biz uzumlarchalik emas. Bu shirinmi, bir xilgisi. Endi hammasi ham emas u. Yo'q, biz uzumlar ham mashlar bilan mazza tarafdan o'zi konkurensiyalashadi. Bizniki zo'r endi mazza tarafdan, lekin upakovka tomonidan jicha qadoq, sifat, hali o'qlash degan balolarimiz. O'qlashni endi mana bu narsalarimizda, olmalarimizda, xurmolarimizda, umuman boshqa mevalarimizda ham, mana uzumlarda ham mana shu yashiklar ham xilla effekt beryapti, yaxshi. Ancha o'tgan yilga qaraganda o'zgarish bor, ha? O'qlashda o'zgarish bor. Bunga nima sabab deysiz? Shu ko'pincha manaqa video ustiga tashviqot, mana islohotlar, mana Abdumalida borgan ishlari, siz bilan bizni nima ko'rsatayotganimiz. Albatta. Endi harakat qilaveramiz-da shuni. Undan ham zo'r bo'lishni kutyapsizlar. Yengilgani ham yaxshi bo'ladi deb. Alloh bersin, hammamizning harakatimizga barokat, salomat bo'linglar, kasb-korlaringga barokat. Sizlar ukalar, piyoz nech pul ekan? Piyozlar 22 so'm. 22 so'm qayerdiki? Qozog'iston. Qozog'iston piyozi. 22 rubldan deyapti. Bu-chi turib, ha? Kartoshkalar Omski 27 so'm. Omskning kartoshkasi 27 so'm. Yana qayerdiki bu? Sverdlovskiy 32. Sverdlovskiy 32. Narxlar o'sh ketagi 2,5 bo'lgan. Hop, sviklachi 30 svikla. 30. Savzi? Savzi 27 Pavlodar. Pavlodardagi 27 rubldan. A karamchi? Karam 27. 27 so'm. Qayerdiki bu? Mesni. Turibchi? Turib 50 so'm. 50 rubldan. Savdolar qalay, savdolar? Savdolar yaxshi, alhamdulillah. Salomat bo'linglar, kasb-korlaringga barokat. Hop, 8-yanvar holatiga akalar, narxni olamdan tanishtiramiz. Hormay akam. Mana baqlajonlarni nech pul sotyapsizlar? 250 dan kilosi. Qayerdaki bu?
Eronniki. Grushalarchi konferensiyalar. 3300 dan. Kilosi qancha? Примерно 10-12 kilo. 12 kiloligi. Hop, behilarchi. Yana 330 330 dan korobkasi. kilo. Kilosi 330 rublda. Hop, qovunlar qayerdiki ekan? Chilidiki. Nech pul beryapsiz? 3000 dan. Bularinichi? 4000 dan. Va korobkasi? Onasi oltita bo'lsa bo'lib olaverasizlar ekan. Limonlar qanchadan sotyapsiz? 250 dan. Mandarinlarchi? Bu Bular kilosi 230. 230 dan. Turetskiy bular. Olmalar qayerdiki? Ozarbayjonniki. Qanchadan? 170 dan. Bir qator ekan, ha? Ha, bu ikki qatorlik. Tagi ham bir ha bularda. Ha, mana. Sifat o'zgarmaydi bularda, yaxshi. Mana ular qayerdiki? Yana Ozarbayjon. Ozarbayjonniki. Ozarbayjon ham yetchilarda ham zo'r chiqarishni boshlab qoldi. Sifat oshyapti bularda. Buni qanchadan beryapsizlar? Qancha sotyapsiz? 180 dan. Biznikilar juda mana shunaqa olmalar ham oshib bosli 100 rublda atrofida ketyapti, to'g'rimi? 180 rubl. Nimaga? Ozgina sifat to'g'rilab turib, qadoqga chiroyli qilib qo'yapti. Mana shuni islohot deyapsiz. Torvizlar qayerda ekan? Qanchadan? 3500 korobkasi. Chilidik ha bular. Apelsinlar qanchadan ekan? 200 dan kilosi. Onor? Ozarbayjonga to'g'ri 180. Bu 180 Ozarbayjon, ya'ni sokka. Sokka. Bunisi 320 dan. Bu qayerdiki? Turkiya. Turkiyaniki. Aka salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling. Mo behilar qayerdan ekan? Ozarbayjon. Ozarbayjon. Bular qancha beryapsiz? 150 dan. Sal sifatini marab qolibdi. Bo'pti, 150 dan. Salomat bo'ling. Hop, zelinlar narxini tanishtirib o'tamiz. Ukalar, zelinlar qancha ekan? Zelinlar 200 gacha. 200 250 ga. Chesnokchi? 200 rubldan, ha? Hop, karamlarchi mana ular? 100 rubldan. Chesnok ana o rediskamizchi? Reska 200 dan. Seldireylar? Seldirey 200 dan. Ana o karamlarchi? Iceberglar. 250 rubl. Bu karamlarimiz? 120. Aha, bunisi-chi? 250. Bunisi 120. Bu bolgarskilar Xitoydik, ha? Bular qancha beryapsizlar? 250. Mola qayerdaki? Bu ham Xitoymi? Izraildikimi? Ular qancha beryapsizlar? 100 rubl pachka. Pachkasi 100 dan. Ha. Bularcha qalampirlar 200 danmi? Bular 350. Savdolar qalay ukalar, savdolar? Bo'lyaptimi? Ha, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mandarinlarchi? 150 dan Xitoydik, ha? Ha, yaxshi. Pomidorlar mesniymi? Yo'q. 200 dan bular, ha? Mesniylar. Kivilar qancha beryapsizlar? 250. Pomellochi? 105 rublda. Hop, salomat bo'linglar. Kasbkorlaringga barokat. Mana karamchi mana unisi. Bu 70 70 rublda. Sog' bo'linglar. Salom.